Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Hammangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Barchangizni juma ayyomi muborak bo'lsin deymiz. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasiga yetib kelganmiz. Xudo xolasa bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yangi umra narxlari, ya'ni noyabr oyiga qachon va qayerdan reyslarimiz bor, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Biz sizlarga Azizbek Olimjonovdan o'zlaridan batafsil ma'lumotlarni olib yetkazishga harakat qilamiz. Azizbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azizbek, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz yo'lga qo'yildi? Ya'ni noyabr oylariga. Shularni bir qator obunachilarimizga bir tushuntirib o'tib ketsak. Xo'p, eng yaqini hozir 7-noyabr kuni Farg'ona Jidda Namangan Jidda yo'nalishimiz bor. Xo'p, 8-noyabr kuni Farg'ona Madina primoy reysimiz bor. 10-noyabr kuni Namangan Jidda yo'nalishimiz bor. Xo'p, 15, 22, 29 noyabr kunlari Farg'ona Madina primoy reyslarimiz bor. Bir haftada bir marta Farg'onadan, bir marta Namangandan reyslarimiz bor. Bir hafta 2 marta Vodiydan reysimiz bor. Toshkentdan kunda-kundora reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Demak, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlari mumkin, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz bilan birgalikda ziyoratga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqib, o'z joylaringni bron qilishlari mumkin. Xo'p, Azizbek, yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimizning talab istaklari bor. Gostinitsa oraliq masofalarimiz qanday? Gostinitsa oraliq masofamiz Madinada 300 metr atrofida, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Xo'p, 5 mahal namozga avtobuslarimiz bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol borib kelsa bo'ladi. Agar yoshroq aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, piyoda ham borib kelsa bo'ladi. Bir tomoniga o'sha 10-15 metr atrofida haramda bo'lishadi. Demak, bemalol piyoda ham borib kelish imkoniyati bor, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari gostinitsalarimizda o'zbek milliy taomlari bo'ladimi? Nimada Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimiz o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi, yaxshi chiroyli taomlarni pishirib, chiroyli qilib xizmatda bo'lishadi. Xudo xolasa. Xo'p, Azizbek, hozirgi kunda narxlarimiz necha pul Vodiydan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha? Xo'p, 10-noyabrgacha mana Azizbek Olimjonovdan deb chiqsalaring, ekranda nomerlar bo'ladi. Hop, $1100 aytyapmiz o'zi kamida, $1050 qilib beramiz. O'zi 1100-1200 paket. $1050 10-noyabrgacha qilib beramiz. Iloji boricha tezroq aloqaga chiqaverasizlar. Ya'ni Vodiydan va vohadan Toshkent yo'nalishlari bo'yicha. Namangan, Farg'ona hammasini bir xilda qilib beramiz. $1050. To'lovlar qanday amalga oshiriladi, Azizbek? To'lovlar eng yaqin bizga Telegramdan aloqaga chiqsa, bank shot raqam tashlab beramiz. Eng yaqin bankka borib, o'sha shot raqami bo'yicha bizga to'lov qilib berishadi. Chekin tashlab, zagraf pasport tashlab bersa, joylarni bron qilib, chiroyli qilib ishlarni qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilaverasizlar, ekranda raqamlar qoldiramiz. Musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol o'zlaringga qiziqtirgan savollarni yo'llashlaring mumkin. Xudo xolasa Azizbek sizlarga chegirmali narxlarda, arzon narxlarda umra ziyoratini taklif qiladi. Ya'ni Centrum Holidays bilan o'zingizni xotirjam his qilish imkoniyati bor do'stlar. Xo'p, Azizbek, demak, safarimiz necha kunlik bo'ladi? Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. O'sha aytgandek ovqatlarimiz 2 mahal Madinada, 3 mahal Makkada bo'ladi. O'zbek milliy taomlar beriladi hammasi. Tushunarli. Demak, bundan tashqari Azizbek 14 kun safar mobaynida ziyorat, ibodat va sayohatlarda ham yo'lga qo'yilgan dedingiz. Mana shu sayohat va ibodat ziyoratlarga nima-nimalar kiradi? Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsak. Madinada birinchi bo'lib payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'iga ziyorat qilinadi. Makkada Toyif shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Demak, bundan tashqari o'sha har xil ekskursiyalar ham yo'lga qo'yilgan. Ya'ni 50 boshlab birga borib birga kelishadimi? O'zlari misol Farg'onadan tushadigan bo'lsa, Farg'onadan birga borib, ibodatlar qildirib, birga qaytib kelishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring, to'liq ma'lumotlar berishga harakat qildik va albatta videomizda xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyda niyat qilganlar niyat qildim. Bizga ham mana shunday Baytullohga borib ibodat va ziyorat qilib kelishni nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov kanali admini Asilbek bo'ldim. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizlarga katta chegirmalar qilishda to'xtamaymiz. Azizbek, rahmat sizga. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang.